Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati bilan hamkorlikda ichimlik suvi sifatini o'rganish bo'yicha 560 ta tahlil namunalari olinib, shundan 9 ta holatda, ya'ni 1,6% ichimlik suvining belgilangan davlat standart talablariga javob bermasligi aniqlandi va salbiy holatlar bartaraf ettirildi. Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanishda 101 ta qonun buzilish holatlari aniqlangan bo'lib, shundan 89 tasi ichimlik suvi tarmoqlariga, hisoblagich plombalariga shikast yetkazish holati bo'yicha 11 ta hamda bitta oqova suvlarni chiqarib yuborish tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanganligi aniqlandi va ta'minotchi korxona tomonidan 163 million so'mlik qo'shimcha to'lovlar hisoblandi. Oldingi vaqtlarda mana suv sho'r bo'lganlik hisobidan aholidan undiruv pulimiz ham yaxshi bo'lmas edi. Hozir mana laboratoriyadan chiqargan xulosalarimizni o'z vaqtida olishimiz, aholi haqiqatan suvni holati, qattiqligi bo'yicha yaxshi xulosaga ega bo'lishgan hisobidan to'lovlarni ham o'z vaqtiga to'lab borishmoqda. Oldingi vaqtlarda suvimiz sho'r edi. Mana shu usul yangi hayotlardan to'lovlarni o'z vaqtiga undira olmasdik. Hozir mana shunchalik imkoniyatimiz yaxshi bo'ldi. Davlatimizga, prezidentimizga rahmat. Mana texnikalar berildi. O'zimizda maxsus mashinalar bor, ekskavatorlarimiz bor, maxsus brigadalarimiz ishlab turibdi, barcha sharoitlar mavjud. Shuningdek, yer osti ichimlik suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni tartibga solish bo'yicha normativ hujjatlar talablariga rioya qilinishi yuzasidan 190 ta o'rganishlar o'tkazilib, 110 ta kamchiliklar aniqlandi. Ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanish qoidalariga amal qilish hamda ichimlik suvining behuda sarflanishi holatlarini aniqlash bo'yicha 100 ta byudjet tashkilotlarida ham o'rganishlar o'tkazilinib, 31 ta holatda kamchiliklar aniqlandi va mas'ul mutasaddilarga tegishli choralar ko'rildi. Bundan tashqari, respublikamizning barcha hududlarida ichimlik suvidan oqilona foydalanish, aholining soha bo'yicha huquqiy madaniyatini oshirish yuzasidan ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda, jamoat joylaridagi tashqi reklama rekonstruksiyalarida jami 127 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida inspeksiya tomonidan ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish sohasida aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan 375 milliondan ziyod 136 ta holatda ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, ichimlik va oqova suv tarmoqlariga noqonuniy ulanish holatlari yuzasidan 528 milliondan ziyod 10 ta holat bo'yicha hujjatlar huquqiy baho berilishi uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi. Shu kunlarda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi inspeksiya tomonidan keng jamoatchilik ishtirokida targ'ibot ishlari yanada kuchaytirilgan. Bunda ichimlik suv tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanganlik, suvni hisobga olish asboblari va plombalariga qasddan shikast yetkazganlik hamda ularni ko'rsatkichlarini o'zgartirish maqsadida tashqaridan aralashganlik uchun tegishli jazo choralari ko'rilishi kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumot uchun, bu borada qonun buzilish holatlari sodir etilganda, shuningdek jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan oqova suv chiqarib yuborish tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanganlik uchun ham ma'muriy chora nazarda tutilgan. Unutmang, suv resurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish har bir fuqaroning insoniy fazilati va qonuniy burchidir.